O'zbekiston sizni qo'llab-quvvatlab, mana shu videoga 100 mingta like bo'lib, 100 mingta komment berishsa, sizga bitta telefon beraman. Do'stlar, birinchi ochilgan shu oshga kelganman. Bu joyda ochganimizda 1,5 oy biz ishlarimiz yurmagan. O'sha paytda biz yonimizda qolgan bolalar bor. O'shanda aytishganki, aka pul bermasangiz ham mayli deyishgan. Biz mana shu qaralashib, oxirgi siz bilan turamiz deyishgan bolalar bor. Menimcha 3 kishimi 4 kishi qolishgan. O'shalarni bitta-bitta sizlarga ko'rsatmoqchiman. Hozir bittasini ko'rsataman. Qaranglar, xullas, hunar olgan mana. Boshli Alaykum assalom. Sizning sahratda. Boshida mana shu bola faqat aksentli qilardi. Hozir mana somsa qilyapti. Tasavvur qilinglar. Odam harakat qilsa, men ko'p aytaman, odam harakat qilsa, O'zbekistonda hamma narsa qilsa bo'ladi. Hunar o'rgandi, mana endi somsa qilyapti. Boshqalarga ko'rsataman, qanaqa darajaga yetganini 5 oyda ichida. Nima deyapti o'zi Jahliddin menga? Buncha odamlarga pul berasiz, bizga ham bir eski ishlagan telefon bersangiz. Eshityapsizlar, xullas aytyapti. Eski shu ishlagan bolalarga, yoningizda qolganlarga bittadan telefon bersangiz deb aytyapti. Kelinglar, agarda O'zbekiston sizni qo'llab-quvvatlab, mana shu videoga 100 mingta like bo'lib, 100 mingta komment qilib berishsa, sizga bitta telefon beraman. Qo'l mana qaranglar, qo'l chatoq bo'lsa ham mana ish xullas mana bo'lyapti. Bitta padeshka qilib olinglar, ha? Padeshka qilib olinglar. Mana, xudo xolasa bitta padeshka qilsalaring, bitta telefon mendan.